Juda ko'pchilik mana qanaqa qilib KPI qo'yaman, qanaqa qilib savdo rejasi ishlab chiqsam bo'ladi, qanaqa qilib xodimlar olsam bo'ladi, qaysi mahsulotni sotay deydigan xuddi shunaqa savollar bilan keladi. Men aytamanki, balki siz tanlagan yo'l o'zi noto'g'ridir. Savol turadi, ya'ni o'zi strategiya bormi yoki menda yo'qmi? Haqiqatda o'zi buni qilish kerakmi yoki yo'qmi? O'zi strategiya nima? Taktika nima? Mana shular o'rtasidagi o'zaro farq. Qaysi biri strategiya-yu, qaysi biri taktika. Ba'zilar bilan gaplashsak, savolni oxiri holatda u o'zi strategiyani xohlayotgan bo'ladi. Ba'zilar bilan strategiya deb keladi, o'zi asli muammo taktikada bo'ladi. Ikkalasi bir-biriga qarama-qarshi. Demak, muammo nimada? Tushunchada. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli M-Factor Biznes maktabi YouTube kanal obunachilari. Xabaringiz bor, biz sizlar bilan aynan savdo va savdoni boshqarishga oid savdo bo'limi rahbarining vazifalarini aniqlashga doir bepul darslarimizni sizlarga taqdim qilib kelmoqdamiz. Bugun navbatdagi darsimiz. Bugun nima haqida gaplashamiz? O'tgan darsimizda tizimlashtirish o'zi nima? Tizimlashtirish va avtomatlashtirishning o'zaro farqi, tizimlashtirish bizga nima beradi va tizimlashtirish jarayonida nimalarga e'tibor berishimiz kerakligi haqida batafsil gaplashgan bo'ldik. Agarda siz bundan oldingi videoni, bundan oldingi darslikni ko'rmagan bo'lsangiz, shu joyda videoni to'xtatib, bundan oldingi darsni ko'rishingizni albatta tavsiya qilaman. Chunki bu darslar juda ham bir-biriga bog'liq. Bittasini ko'rmasdan bittasiga o'tib ketadigan bo'lsangiz, bilimingiz chala bo'lib qoladi. Yaxshi bir darsdan foyda ola olmasligingiz mumkin. Va yana bir tavsiyam sizga shuki, albatta siz buni chalg'imaydigan, o'zingizga qulay bo'lgan joyga kirib olib, daftar ruchka bilan har bitta o'zingiz tushungan, olgan insaytlarni qayd qilib borish orqali o'rganishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Bu shunchaki motivatsion darslar emas. Bu shunchaki qanaqadir bir xohishingizni oshiradigan, bir euforiyaga beriltiradigan darslar emas. Kimgadir qaysidir mavzular murakkabroq bo'lishi mumkin. Albatta, chunki savdo murakkab soha. Ko'pchilik faqatgina tovarni olib kelaman, sotaman, bo'ldi deb o'ylaydi. Yo'q, bugun raqobat oshayotgan paytda, ya'ni bu jarayonga ilm bilan, tajriba bilan, nima deydi, aniq ishlaydigan instrumentlar bilan kirmas ekanmiz, bu jarayonlarni boshqarishimiz yoki ularga qanaqadir ta'sir o'tkazishimiz borgan sari qiyinlashib boradi. O'shandek bugungi mavzumiz ham xuddi shunaqa murakkabroq, lekin juda ham muhim bo'lgan mavzulardan biri savdo strategiyalari haqida bo'ladi. O'zi strategiya nima? Juda ko'pchilik mana strategiya qilishim kerak, korxonani strategiyasini qilishim kerak, savdo strategiyasi, marketing strategiyasi deydigan savollarni beradi. Avvalo tushunib olishimiz kerak. Hamma narsa fikrlashimizdan boshlanadi, hamma narsa tushunchalarimizdan boshlanadi. O'zi strategiya nima? Taktika nima? Mana shular o'rtasidagi o'zaro farq. Qaysi biri strategiya-yu, qaysi biri taktika. Men hozir, ya'ni biznesimda, biznes jarayonimda nima haqida gaplashyapman? Nima men uchun hozir muhim? Muammo strategiyadami, muammo taktikadami? Mana shuni farqlab olish uchun ham nima qilish kerak? Avvalo, bular o'rtasidagi o'zaro farqni tushunib olishimiz kerak. Savdo strategiyasini ishlab chiqishdagi instrumentlarga o'tishdan oldin avvalo mavzuni mana shu insight bilan boshlamoqchiman. Ya'ni bugun strategiya va taktikani o'zaro qisqacha bo'lsa ham farqini ko'rib chiqamiz. Juda ko'pchilik mana qanaqa qilib KPI qo'yaman, qanaqa qilib savdo rejasi ishlab chiqsam bo'ladi, qanaqa qilib xodimlar olsam bo'ladi, qaysi mahsulotni sotay deydigan xuddi shunaqa savollar bilan keladi. Men aytamanki, balki siz tanlagan yo'l o'zi noto'g'ridir. Tushuntira oldimmi? Misol uchun gap qanaqa mahsulot sotishda, qanaqa xodimni ishga olishda emas, balki siz ketayotgan manzil o'zi noto'g'ridir. Balki siz oxiri berk bo'lgan yo'ldan ketayotgandirsiz, zo'r mashinada. Tasavvur qiling, siz zo'r mashina haydab olgansizda, lekin bu ketayotgan manzilingiz orqasi tupik. Mana shu zo'r mashina qanaqa qilib KPI qo'ysam bo'ladi, qanaqa qilib reja qo'ysam bo'ladi, qanaqa qilib xodimlarni olsam bo'ladi, buni zo'r qilib olamizda, lekin umuman biz yurgan yo'l o'zi noto'g'ri bo'lishi mumkin. Bugun mana shular haqida gaplashamiz. Undan oldin avvalo tushunib olaylik, o'zi strategiya nima, taktika nima? Bular o'rtasidagi farq nima? Bular bo'yicha mana Ansoff matritsasi butun dunyo tan olgan, butun katta-katta korporatsiyalar, butun katta-katta tashkilotlar bu nazariyalar asosida o'z strategiyasini belgilab, hozirgi dunyo tanigan darajaga chiqqan korxonalar ishlatadigan Ansoff, Porter strategiyasi, SWOT analiz, mana shunga o'xshagan muhim instrumentlar haqida gaplashamiz. Albatta bu bitta ko'rganingizda bu darslar sizga tushunarsizroq bo'lishi mumkin. Kimdir bittada tushunar, kimdir 3 marta, 4 marta ko'rish orqali tushunar. Shu sababdan biz qisqacha Instagramga emas, balki mana shu YouTube ijtimoiy tarmoq orqali sizlarga bu darslarni yozyapmiz, chunki bemalol imkoniyatingiz bo'ladi qayta ko'rib mana shu bilimlaringizni mustahkamlab olishga yoki tushunmagan joylaringizni tushunib olishga. Yoki unda ham tushunmasanglar, albatta kommentariyada o'zingizlarning savolinglarni, ya'ni aynan sizning sohangizda qanaqa ishlatish bo'yicha savollarni yozib qoldirsanglar, biz mana har hafta ovozli chatlar uyushtiramiz. Mana shu ovozli chatlarimizda ham bemalol shu savollaringizga to'g'ridan to'g'ri javob berishimiz imkoniyati paydo bo'ladi. Xo'p,
O'zi savdodagi muammolar mana shu 3 ta sababdan bittasi tufayli yuz berar ekan. Ya'ni tasavvur qiling, mana hozir sizda savdo jarayoningizda qanaqadir muammo bo'lyaptimi? Mana shu 3 tadan bittasi bo'ladi. Demak, qaysilar? Birinchisi, siz to'g'ri bozorni tanlagansiz. Mijozlaringiz ham, ya'ni mijoz segmentini ham to'g'ri tanlagansiz, lekin siz berayotgan mahsulot u segmentga, u bozorni ehtiyojlariga nima qilmaydi, tushmaydi. Ya'ni siz to'g'ri odamga noto'g'ri mahsulot sotayotgan bo'lishingiz mumkin. Mumkinmi? Ha, albatta mumkin. Siz ham bugungi kunda savdo jarayoningizda bo'layotgan muammolar sizni qiynayotgan bo'lsa, keling mana shulardan o'zingizni birinchi tahlil qilishni boshlang. Balki siz to'g'ri bozorga kirgandirsiz, to'g'ri mijozni tanlagandirsiz, lekin mana shu to'g'ri bozor va mijoz xohlagan mahsulotni bermayotgandirsiz. Juda ko'pchilik biznes egalari mijozlardan ko'ra o'zlari yaxshi biladi, mijozlarga nima kerakligini. Afsuski bunaqa ishlamaydi. Biza xohlaymizmi, yo'qmi, bizaga pul beradigan, bizani korxonamizni rivojlanishiga muhim bo'lgan pul oqimini ta'minlaydigan mijozlarni xohishidan kelib chiqib mahsulot berishimiz kerak, yechim berishimiz kerak. Balki sizdagi muammolardan biri mana shu to'g'ri mijoz tanlab, to'g'ri bozorga kirib ham savdo yaxshi yurmayotgan bo'lsa, balki talabi past bo'lgan mahsulot berayotgan bo'lishingiz mumkin. Ikkinchisi, siz to'g'ri mijoz tanlagansiz. Haqiqatda ularga mos bo'lgan mahsulot ham olib kelgandirsiz. Lekin bozorning o'zi noto'g'ri bo'lsa, siz noto'g'ri o'smaydigan bozorga, potensiali yo'q bozorga kirib olgan bo'lsangiz, bu ham bir savdodagi o'smasligini asosiy sabablaridan biri bo'lishi mumkin. Uchinchisi, to'g'ri bozorga kirgansiz, lekin mijozlar segmentini noto'g'ri tanlab, ularga nimadir to'g'ri mahsulot bermoqchisiz. Misol uchun ba'zida bo'ladi, kiyim biznesi yaxshimi? Ha, kiyim biznesi o'sadigan bozor. Haqiqatda doim odamlarda kiyim kiyishga ehtiyoj bor va aytadiki, men deydi, qimmat mahsulotlar olib keldim, sotilmayapti. Nimaga sotilmayapti? Chunki reklama kommunikatsiyasida mana shu qimmat kiyimlarni oladigan insonlarga emas, asosiy target, ya'ni asosiy nuqta kimga qaratilgan e'tibor? Arzonroq tovar xohlaydigan mijozlarga qaratilib qolgan bo'lishi mumkinmi? Albatta bo'lishi mumkin. Shu sababdan siz to'g'ri bozorga kirib, to'g'ri mahsulot tanlab, noto'g'ri mijozlarga buni sotmoqchi bo'layotgan bo'lishingiz ham savdoingiz o'smasligiga ta'sir qiladi. Aslida qanday bo'lish kerak? Aslida shunaqa bo'lish kerakki, biz to'g'ri bozorga kirishimiz kerak, to'g'ri mijozlarni tanlashimiz kerak va mana shu mijozlar xohlagan to'g'ri mahsulot ularga berishimiz kerak. Qadrli akalar, opalar, ukalar, agarda sizda hozirgi kunda savdo jarayoningizdan ko'nglingiz to'lmayotgan bo'lsa, albatta mana shu savollarga o'zingizga javob berib ko'ring va xolis javob bering, o'zingizni aldamang. Albatta to'g'ri javob, qanchalik javoblaringiz, o'zingizga bergan savolingizga bo'lgan munosabatingiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, yechim topish ham shuncha oson bo'ladi. Mana shu 3 ta sababdan bittasi, yoki biz to'g'ri bozorga kirib, to'g'ri mijozga noto'g'ri mahsulot taklif qilayotgan bo'lamiz, yoki o'zi noto'g'ri bozorga kirib olamiz, to'g'ri mahsulot, to'g'ri mijoz segmenti bilan, yoki umuman olganda to'g'ri bozorga kiramiz. Umuman olganda biz berayotgan mahsulotlar haqiqatda bozorda talabi bor, lekin ketmayapti, chunki mijoz segmenti noto'g'ri tanlangan. Bo'lishi mumkinmi? Albatta bo'lishi mumkin. Bunga agar gapiramiz desak, talaygina misollar bor. Shu sababdan agar sizda boshlanishiga hozir mana shu darsimizni shu joyigacha savdo jarayoningizda nima muammo bo'layotganini aniqlashga qiynalayotgan bo'lsangiz, mana shu savollarga bir o'zingizga javob berib ko'ring. Aslida qanaqa bo'lish kerak? Biz to'g'ri bozor tanlashimiz kerak. Ularga mos bo'lgan to'g'ri mijoz segmentini tanlashimiz kerak va ular xohlagan tovarni, xizmatni ularga nima qilishimiz kerak? Yetkazib berishimiz kerak. Bu ham qaysidir ma'noda o'sha yo'limizni, tanlagan yo'limizni to'g'rilab olishga, oxiri tupik emas, balki oxiri kelajagi bor bo'lgan yo'lni tanlashga albatta nima qiladi? Yordam beradi. Qadrli do'stlar, juda ko'pchilik savdo bo'limi rahbarlari, biznes egalari deylik, ko'proq savol turadi, ya'ni o'zi strategiya bormi yoki menda yo'qmi? Haqiqatda o'zi buni qilish kerakmi yoki yo'qmi? Tasavvur qiling, mana shu odam, ko'rib turganingizdek, bu odam qayerga yurishini bilmayapti. Hamma joy labirint bo'lib yotibdi, qayerga borishini bilmayapti. Tasavvur qiling, siz ham biznesda xuddi shunaqa holatdasiz. Sizni oxirgi manzilingiz yo'q, o'zi qayerga qarab ketyapman deydigan savolga javobingiz yo'q. Har kunlik tirikchiligingiz o'tib turibdi, lekin bu biznes shunchaki tirikchilikmi yoki kelajakda bir yuqori darajaga chiqadigan, o'sadigan biznesmi? Ertadan keyin ko'plab insonlarga doimiy siz bo'lsangiz bo'lmasangiz xizmat qiladigan biznesmi yoki faqatgina hozir vaqtinchalik sizni qanaqadir xarajatlaringizni yopib turadigan bir hunarmandchilikmi?
Mana shuni o'z uchun aniq qilib oling. Siz katta korporatsiya, biznes qurmoqchimisiz yoki hozirgi holatingizni shunchaki ehtiyojlaringizni yopib turadigan bir faoliyat jarayoni bilan shug'ullanmoqchimisiz? Agarda siz ikkalasini ham yomon deb olmaydi, hammani o'zini xohishi. Kimdir haqiqatda aytishi mumkin, menga yetadi. Men katta korxona qurmoqchi emasman. Menga hozirgi xarajatlarimni qoplab tursa bo'ldi. Bu ham tanlov, lekin kimdir aytadi, "Yo'q, men nafaqat daromad, balki ko'proq odamga xizmat qiladigan katta biznes qurmoqchiman." Bu ham tanlov. Agar mana shunaqa biznesda strategiya bo'lmasa, ya'ni oxirgi maqsad bo'lmasa, oxirgi yo'lingiz aniq bo'lmasa, siz mana shunaqa holatga kelib qolishingiz mumkin. Ya'ni qayerga borishingizni bilmaysiz, lekin qayergadir borishingiz kerak. Hech shunaqa bo'lganmi? Siz yo'lga chiqdingiz mashinada do'stlaringiz bilan, lekin qayerga borishni bilmaysiz. Bo'lishi mumkinmi? Umuman noto'g'ri joyga borib qolishingiz? Ha, bo'lishi mumkin. Endi uni to'g'rimi, noto'g'riligini bilish uchun ham aniq manzil bo'lishi kerak-da. Bekordan bekor vaqtingiz, bekordan bekor umringiz, bekordan bekor energiyangiz sarflangani qoladi. Natijada hech qayerga bormaysiz. Qayerga borasan desa, hamma joyga boraman. Bu nima degani? Bu hech qayerga bormayman degani. Shu sababdan avvalo biznesni boshlashdan oldin, avvalo savdoni rivojlantirishdan, savdoni oshirishdan oldin o'zi bizning yo'limiz qanaqa? Biz qayerga borishimiz kerak va uning uchun nima qilishimiz kerak deydigan savolga javobni oldindan nima qilishimiz kerak? Topib olishimiz kerak. O'ylaymanki, juda ko'pchilik savdo bo'limi rahbarlari yoki biznes egalari mana shunaqa holatda. Nimadir qiladi, har kuni ishga boradi, lekin qayerga ketayotganini bilmaydi. Har kuni mashinani haydab uydan chiqib ketadi, lekin qaysi manzilga borishini bilmay, aylanib yana qaytib kelaveradi. Bu ishdagi, выгорание deymiz-ku, ishdagi yonish, mazmunsizlik, maqsadsizlik ertadan keyin emotsional bir depressiya holatlariga tushib qolishga sabab bo'lib qoladi. O'sha sababdan bizlar uchun strategiya juda ham muhim. Kimlar uchun biznesni keyingi bosqichga olib chiqmoqchi, biznesni o'stirmoqchi, katta korxona qurmoqchi bo'lgan hammaga strategiya suv va havodek muhim. Endi juda ko'p joyda eshitgansizlar, strategiya bor, taktika bor. To'g'rimi? Qaytaraman, strategiya bor, taktika bor. Ikkalasini o'zaro farqi nima? Qachon biza gaplashayotganda strategiya haqida gaplashyapmiz, qachon biza taktika, ya'ni gaplashganda taktika haqida gaplashamiz. Mana shu narsani oldindan nima qilib olishimiz kerak? Aniqlab olishimiz kerak. Kelinglar hozir strategiya va taktikani o'zaro farqini sizlarga tushuntiraman. Ba'zilar bilan gaplashsak, savolni oxiri holatda u o'zi strategiyani xohlayotgan bo'ladi. Ba'zilar bilan strategiya deb keladi, o'zi asli muammo taktikada bo'ladi. Ikkalasi bir-biriga qarama-qarshi. Demak, muammo nimada? Tushunchada. Juda ko'pchilik mana biznes terminlar endi yangi kirib keldi. Ko'pchilik hali bundan xabardor bo'lmagan, lekin bu ilm nuqtai nazaridan mana bizga o'xshagan platformalarda o'qib o'rganib tushunchalarni yana ham mustahkamlab olsanglar bo'ladi. Demak, strategiya nima, taktika nima? Buni hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Diqqat. Strategiya bu biznesni, mana shu faoliyatni qayerga boramiz deydigan savolga javob bo'ladigan javob bu strategiya. Bu yo'lga qanday qilib boramiz deydigan savolga javob bu taktika. Qaytaraman, qayerga boramiz, ya'ni manzil, qaysi manzilga boramiz bu strategiya. Mana shu manzilga qanday qilib, qaysi yo'l bilan boramiz bu taktika. Tushuntira oldimmi? Albatta kim tushungan bo'lsa, shu joyni o'zida kommentariyaga yozishinglarni so'rayman. Qaytaraman. Strategiya bu qayerga boramiz, taktika bu mana shu joyga qanday qilib boramiz. Misol uchun biz jamoa bilan yig'ilib ketdik. Biz dam olgani Samarqandga boramiz. Bu taktikami, strategiyami? Bu strategiya, ya'ni manzil aniq. Qayerga? Samarqandga. Xo'p. Endi taktika, Samarqandga qanday qilib boramiz? Samolyotdami, peshkommi, poyezddami yoki velosipeddami? Farqi yo'q. Nima yordamida boramiz? Ya'ni qanday qilib boramiz? Bu nima ekan? Taktika. Shu sababdan avvalo bu ikkalasining o'rtasidagi farqni tushunib olishimiz kerak. Qayerga boraman? Bu strategiya. Bu joyga qanday qilib boraman? Taktika. Korxonani million dollarlik korxonaga aylantiraman. Bu strategiya. Xo'p, buning uchun nimalar qilishim kerak? Buni qanday qilib o'sha joyga yetkazaman? Bu nima? Taktika. Yana boshqacharoq qilib o'xshatadigan bo'lsak, mana A nuqtadan B nuqtaga borish bu strategiya. Mana shu nuqtaga, ya'ni A dan B ga borishda qaysi yo'llardan o'tishlik bu taktika. Mana shu slaydlarni bekorga qo'ymayman. Nafaqat gapirgandan tashqari, balki vizual kimdir tushunib, tushunchasini yana ham mustahkamlab olishga yordam berishi mumkin. Yana qaytaraman. Strategiya bu manzil. Mana shu manzilga qanday borishlik bu nima? Taktika. Yana bitta tushunarliroq o'xshatish, misol o'xshatish qiladigan bo'lsak, strategiya bu kompas, yo'nalishni ko'rsatadi. Taktika bu soat.
har bitta soatni nima qilib turadi, bizga ko'rsatib turadi. Demak, mana shu ikkalasi o'rtasidagi oddiy qilib farqni aytadigan, demak, mana shu ikkalasi o'rtasidagi farqni tushuntiradigan bo'lsak, strategiya bu qayerga boramiz, taktika bu mana shu manzilga qanday qilib, qaysi yo'l bilan boramiz deydigan savolga javob. Demak, biza korxonaga strategiya tayyorlayotganda qayerga boramizni birinchi aniq qilib olishimiz kerak. Ikkinchisi, mana shu joyga qaysi yo'llar orqali boramiz ham aniq bo'lish kerak. Nafaqat biznes egasiga, balki butun jamoaga. Ana o'shandagina sizni atrofingizga mana shu maqsadi bor, ambitsiyasi bor, kelajakni ko'ra oladigan xodimlar, jamoa yig'ilishni boshlaydi. Nimaga ba'zida yaxshi xodimlar korxonaga kelmaydi? Chunki rahbarning o'zi ham hali tushunmaydi qayerga qarab ketayotganini. Yaxshi xodim uchun oxiri tupik bo'lgan, oxiri noaniq bo'lgan korxonada ishlash juda ko'pchilikka nima emas, qiziq emas. Shu sababdan siz yaxshi xodimlarni jalb qila olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Nima maslahat beramiz? Avvalo, biror ishni boshlashdan oldin maksimal darajada harakat qilish kerak, strategiya va taktikani nima qilishga, belgilab olishga. Strategiya bu A tochkadan B tochka, ya'ni qayerga boramiz. Taktika bu bunga, ya'ni bu manzilga qanday qilib boramiz deydigan savolga javob bo'ladi. Qadrli do'stlar, mana shu darsimiz orqali strategiya va taktika farqini tushuntirgan bo'ldik. Keyingi darsimizda endi savdo strategiyasini qanday ishlab chiqish bo'yicha muhim instrumentlar bilan bo'lishamiz. Hozircha xayr, sog' bo'ling.